100 kvadratlik kvartiramiz vokzal hududidan sotuvga chiqqan. Ikkinchi qavatda bo'lyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar hol qismida turibmiz. Mana shunaqa chiroyli kattagina hol qismi bo'lyapti va mana bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shetlari yevromontaj qilingan va prixojniy mebel o'rnatilgan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bitta-bitta devorlar полностью attachment qilingan eshiklar, krashni eshiklar bo'lyapti. Bu bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor, do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham krovat, tumbuchka, shifonyer, termolar o'rnatilgan, do'stlar. Kvartiramizda kadastri bor. 1-2 kunda ichida oform qilib olishingiz mumkin. Duxkonturni konsol o'rnatilgan, teplopol qilingan va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham ikkita kravatcha qo'yilgan, devorlar attachmentda ob'oylar qilingan, do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlari bor. Kuxnya garnitura, gazovый plita, вытяжка, stiralniy mashinkalar o'rnatilgan, do'stlar. Kvartiramizda ikkita sanuzel joylashgan. Mana bu birinchi sanuzel bo'lyapti bizlarda. Mana shunaqa chiroyli kafillar bilan bezatilgan va mana bu yerda ikkinchi sanuzel bo'lyapti. Agar kvartirangiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi, videoni tarjimalarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.